9-may xotira va qadrlash kuni xalqimizning asriy qadriyatlari, ulug' fazilatlaridan biridir. El yurtning tinchligi, erki va ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha xalqimiz ardog'idadir. Ushbu munosabat bilan faxriy ustozlar qalbim ardog'ida deb nomlangan videorolikimni sizlarga havola qilmoqchiman. Yillar o'tib o'chmas nomingiz, to abad mangu yashaysiz hargiz. Kitob o'qing degan o'gitlaringiz, bilim ol, hunar o'rgan xitoblaringiz hamisha dillarimda, qalblarimdadir. Joyingiz jannatda bo'lsin ustozlar, oxiratingiz obod bo'lsin ustozlar. Yolg'ondan qo'rq dedingiz mudom, haqiqat achchiq bo'ladi mudom. Chin inson bo'l, obro' topasan, o'quvching qalbida har on yashaysan. O'gitlari quyosh bo'ldi yo'llarimda, o'zingiz doston bo'lib tillarimizda. Mehr nuri ila quvnar ko'zingiz, qalbda yashar aytgan har bir so'zingiz. Boylik, mansab o'tkinchi bir hisdir. Nafsni jilovlamoq ham xushbo'y bir isdir. Halol bo'ling, baraka topasiz. Boyligingiz kitob bo'lsin-da mudom. Unutilmas o'gitlar kelaverar yodimga, yurakka jodir, yordir har onimga. Joylaringiz jannatdan bo'lsin ustozlar, guli rayhon, mushki anbar yordir ustozlar. Men baxtliman, sizday ustozni ko'rdik. Chashma-yi buloqdan qonib mehrni ichdik. Siz tufayli ko'rdik, angladik bu hayotni. Siz quyoshsiz, yoritguvchi hayotni. Joylaringiz jannatdan bo'lsin ustozlar, bizni duo qilib turing ustozlar. Sizlar doimo mangu yashaysiz, tilimizdan o'chmas hech ham nomingiz.